Vinicius oltin to'pdan ochiqchasiga mahrum qilinganida va yarim mavsumda maydonga chiqmagan futbolchiga berib yuborilganida France Football buni izohlay olmagan. Faqat braziliyalikning janjalli xulqini sabab sifatida ko'rsatgan edi. Bu yil esa kurash Rafinha statistika bo'yicha ajoyib mavsum o'tkazgan. Yamal sehrli o'yini bilan Barselonani ko'targan va Usman Dembele PSG bilan hammasini yutgan o'rtasida kechdi. Ammo tasavvur qiling, Rafinha 5-o'rin bilan cheklandi. Oltin to'p esa fransiyalik futbolchiga topshirildi. Yamal esa 2-o'rinda qoldi. Biroq bu safar France Football jim turmadi va qarorini izohladi. Dembele sportchilik jihatdan Yamaldan ustun kelgan. Konferensiya ligasi finalida mag'lub bo'lganidan so'ng Cristiano Ronaldo bilan qo'l siqishdan bosh tortgan Yamalning bu harakati noprofessional deb baholandi va pastga tushishining asosiy sabablaridan biri sifatida ko'rsatildi.